O'rtoqlar, hammalarga assalomu alaykum. O'rta segment bozorida eng kuchli batareyaga ega va IP69 sertifikatiga ega yangi smartfon paydo bo'ldi. Honor X9D, ya'ni Honor X9D. O'zi bu smartfon, ya'ni Honor X9 seriyasining bu 4-avlodi hisoblanadi. Ya'ni Honor X9A chiqqan, B chiqqan, C versiyasi chiqqan va o'rtoqlar mana Honor X9D ham taqdim etildi. Xo'sh, o'rtoqlar, bu model odamlarni nimasi bilan e'tiborini tortdi? Misol uchun mana shu 10 kun ichida menda YouTube'da, Instagramda kommentlar to'lib ketdi. Ya'ni Honor X9 da chiqqan, uni obzor qilib bering, buni tepadan tashab ko'ring, buni suvga tiqib ko'ring, qanchalik chidamli ekanligini bizga ko'rsatib bering degan kommentlar juda ham ko'payib ketdi. Mana o'rtoqlar, bugun sizlarga mana shu smartfonni hozir to'liq obzor qilib beraman. O'rtoqlar, bugungi video obzorimizda buni kamera test qilamiz, game test qilamiz, protsessorni test qilamiz va qanchalik chidamli ekanligini to'liq test qilamiz va test davomida o'rtoqlar Samsung A36 bilan ham taqqoslab ko'ramiz. Nega endi aynan bu model? Chunki ikkalovi hozirgi kunda bir xil segmentda. Aynan mana shu A36 buni segmentida bo'lganligi uchun ba'zi joylarga to'xtalib taqqoslab ketamiz. Qaysi biri kuchli ekanligini ham bilib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz o'rtoqlar, biz Honor X9D ni, ya'ni D deb e'tibor qo'ying, D deb qo'ya qoling. Xullas D ni biz hozir unpacking qilamiz, ochamiz, ichidan bizani nimalar kutyapti, hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bismillah, ochamiz. Mana shu joydan ikkita joyi bor ekan, plombali. Shuni tortamiz, bo'ldi. Hop, qani ko'ramiz. Xo'sh, ochamiz va o'rtoqlar bizani birinchi bo'lib smartfon kutib oldi. Smartfonni qo'yib turamiz. An'anaga sodiq qolgan holatda birinchi komplektatsiya to'plam bilan tanishib chiqamiz. Hop, birinchi mana buni olamiz. Hop, qo'yib turamiz. Qani o'rtoqlar, necha vatli adapter ekan? O'rtoqlar, 66 vatli tezkor adapter Honor X9 da chiqyapti. Gap yo'q. Mana shu taraflarni men juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni adapterga alohida rasxod qilib o'tirmaysiz. Mana bu adapter o'rtoqlar palon pul turadi, $30 turadi. Ya'ni smartfon ichidan chiqishi bu juda ham zo'r. Kabel bu bo'lishi aniq edi va o'rtoqlar biz chexolni ko'ramiz va makulatura bor ekan. Mana shunaqa chexol ham bor ekan. Ko'ramiz. Chexol yomon emas, o'rtacha, matvi, u yo'qdan ko'ra bor. Endi o'rtoqlar, qaranglar, mana shu joyda boya aytdim-ku sizlarga taqqoslab ketamiz. A36 dan korobkani ingichkaligidan bilsa bo'ladi. No, mayli o'rtoqlar, ochib ko'ramiz, hech qilsa yo'q, bitta smartfonni ochsa hech narsa qilmaydi. Xo'p, A36 ni ochamiz biz. Hamda yaxshi yopishmagan ekan. Xo'p, A36 ni ochamiz. Bu ma'lum o'rtoqlar, smartfon o'zi chiqadi, smartfonni o'zi va o'rtoqlar mana bu joydan, mana bu joydan sizlarga ko'rsatib bering. Bo'ldi. Kabel chiqadi, bo'ldi. Ya'ni komplekt taraflama, ya'ni to'planma taraflama Honor bu joyda ancha kuchli. Chunki 66 vatli adapter, chexol, kabelni hisobga olmaymiz. Endi o'rtoqlar smartfonni o'zi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, hop, ochamiz. Hozir ko'ramiz. Wow, dizaynga qarang, dizaynga birinchi hissiyot yomoni emas. O'rtoqlar, mana bu dizaynga ahamiyat beringlar. Boshqacha, olcha rangda Honor X9D. Meni e'tiborimni tortgan narsa o'rtoqlar mana bu ramka bo'ldi va o'rtoqlar burchaklari yumaloq bo'lganligi bu qo'lga juda ham zo'r komfortni beradi. O'zi ko'rinish ham, smartfonning o'zini ko'rinish ham premium klassdagi smartfonlarni ko'rinishini beryapti. Menga misol uchun juda ham yoqdi. Bu smartfonning ayniqsa ramkasi va uni qalinligi meni e'tiborimni tortdi, chunki 7.9 mm, og'irligi ham bor yo'g'i 193 gram ekan bu smartfonda. Ramkasi plastik bo'lgani bilan, mana bu plastik bo'lgani bilan, lekin metallga o'xshab ko'rinish beryapti. Mana shu taraflariga gap yo'q deb qolamiz. Smartfonning ergonomikasi va dizayni ustida ancha mehnat qilinganligi ko'rinib turibdi. Smartfonning umumiy o'lchami 6.7 o'lchamda. Misol uchun bu o'lcham meni qo'limga juda ham zo'r tushadi. Ya'ni komfort darajada ishlatish imkonini beradi. Misol uchun men hozir qo'limga ushlab turaman, og'irligi ham, misol uchun qo'lga ushlanish ham juda ham yaxshi. Orqa panel eko koja ekanligi smartfonga qo'shimcha chiroy va komfortni berib turibdi. Bu smartfon ikkita kamera bilan jihozlangan. Mana bu joyda hozir ikkita kamerani ko'rishingiz mumkin. Mana bu spichkasi o'rtoqlar va o'rtoqlar knopkalar bir joyga joylashtirilgan. Pastki qismida o'rtoqlar Type-C razion bor, SIM slot, dinamikamiz va o'rtoqlar tepa qismida ham bitta mikrofon bor va dinamika bilan jihozlangan. Xullas o'rtoqlar, smartfon tashqi ko'rinish taraflama menda juda ham yaxshi hissiyot qoldirdi. Komfort darajasini ko'radigan bo'lsa, hozir ikkita smartfonni qo'limda ushlab turibman. Misol uchun qalinligida, og'irligida uncha farq sezmayman. Deyarli unaqa katta farq yo'q. Lekin hozir bu joyda asosiy sezadigan narsa meni o'rtoqlar Samsung A36 ning orqasi glansiy bo'lganligi uchun meni qo'lim bunga yopishib ketyapti, sirg'anyapti. Lekin Honor X9D da o'rtoqlar orqasi eko koja bo'lganligi menga juda ham yaxshi komfortni beryapti. Xullas o'rtoqlar, komfort taraflama eng asosiy farqi shunaqa. O'rtoqlar, birinchi bo'lib hozir bizani qiladigan ishimiz, men bu smartfonni hozir aktivatsiya qilaman. Ya'ni smartfonni yoqaman. Kamida o'rtoqlar 2 kun ishlatishim kerak. Ya'ni test qilishimning o'ziga 1 kun ketadi. Keyin yana 1 kun bu smartfon bilan to'liq tanishib chiqaman. Hammasini o'rganib va o'rtoqlar test davomida mana bu smartfon bilan ham, ya'ni A36 bilan ham
iloji boricha misol to'liq test qilishga harakat qilaman. Kamera, gemni, protsessorda hammasini test qilamiz va o'rtoqlar men tezda qaytaman. Siz kutib o'tirmaysiz. Bitta perexod, bitta transition, men tezda qaytaman. Ungacha o'rtoqlar sizlar videoga like bosib turinglar. Xullas o'rtoqlar men bu smartfonni 2 kun ishlatib ko'rdim. Har xil testlar o'tkazdim va o'rtoqlar shu qatorda Samsung A36 bilan ham qiziqarli battllar o'tkazdim. Keling o'rtoqlar, birinchi bo'lib men sizlarga ko'rsatadigan narsam bu smartfonni suvga chidamliligi va zarbalarga chidamliligi haqida men sizlarga o'tkazgan testlarimni ko'rsataman. Marhamat, tomosha qiling. Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu idish ichida qaynoq suv bor. Taxminan 80 graduslar bo'lishi kerak. Mana parlari chiqyapti. Xo'p, qarang, qaynoq ekan. Xullas, o'rtoqlar, endi mana bu smartfonni hozir mana shu suvning ichiga tiqib, men yarim soat test qilib ko'raman. Negaki, bu smartfon IP69K sertifikatiga ega. IP69 o'zi bor, IP69K bor. Ya'ni K nima qilib beradi? Qaynoq suvga chidamli ekanligini bildirib turadi. Xullas, o'rtoqlar, hozir mana shu smartfonni bu suvga solamiz. Qani, hop, mana hozir smartfon yoqib o'tiribdi. Mana ishlab turgan smartfonni solamiz. Endi o'rtoqlar, taqqoslash davomida men bu smartfonni sola olmayman, chunki bu smartfon hattoki suvga ham chidamsiz hisoblanadi. Bu smartfonni lekin bekor turmaydi. Bu smartfondan, ya'ni A36 dan biz sekundan berda foydalanamiz. Misol uchun mana hozir hop yarim soatga qo'ydik. Nachat. Yarim soat soatga qarab turaman xullas bu telefonda va o'rtoqlar yarim soatdan keyin olib tekshirib ko'ramiz. Haqiqatda qaynoq suvdan keyin chiqqandan keyin to'g'ri ozginaga suviydi, lekin yarim soatdan keyin umuman suvdan olganimizda o'zini qanaqa ko'rsatadi hozir ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, mana yarim soat ham o'tdi. 16 sekund, 13 sekund xullas suvda smartfonimizda to'liq yarim soat turdi. Hali ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kameraga tushyaptimi bilmadimmi, suv unaqa muzlab qolmadi, parla chiqib turibdi, lekin teshilib, lekin hamma yog'ini dabdala qildi. Ya'ni qaynoq suv mana bu idishni teshib yubordi, hamma yoqdan suv oqib ketyapti. Chalindi, yarim soat bo'ldi. Bo'ldi, buni qo'yamiz. Endi smartfonni olamiz. Bismillah. Qo'lim, hali ham issiq ekan suv lekin. Smartfonni o'zi ham isib ketgan va o'rtoqlar, natija mana bunday. Smartfonda mana kameraga harakat qilaman, montajda shuni chiqarib olishga, parlarni o'zi ilmiydi kamera, lekin mana suvli par chiqib turibdi. Xullas, o'rtoqlar, smartfon hech narsa qilgani yo'q. Absolutni hech narsa qilgani yo'q. Rostdan ham IP69K qaynoq suvga chidamli, hech narsa qilmadi. Telefon o'zi issiqqina bo'lib turibdi. Qo'lga juda ham yoqimli, chunki sovuq, tashqarida yomg'ir yog'yapti. Xullas, o'rtoqlar, rostdan ham suvga chidamli ekan. Keling endi, misol uchun bu smartfonni zarbalari bilan test qilib ko'ramiz. Endi o'rtoqlar, testni qand orqali qilamiz. Mana bu qand juda ham qattiq narsa bo'ladi. Xo'p, 5 ta yetar. Qolganini o'zim hozir choy qilib ichib o'raman. Xullas, o'rtoqlar, qand, mana bu qandlarni qo'yamiz. Men to'g'risini nimaga qand tanladim? Taqdimotida xuddi shunaqa test qilishdi. Keyin o'yladim, agar shu smartfon meni qo'limga tushib qolsa, aniq men ham shunaqa test qilaman deb o'zi o'ylab qo'ygan edim. Xo'sh, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, displey tiniq turibdi. Mana hozir o'rtoqlar, displeyda singan joylari yo'q. Absolutni juda ham tiniq turibdi. Hozir suvda test qilgan smartfonim. Endi bitta urib buni yaxshilab test qilamiz, sindiramiz. Xo'p. Birinchidan boshlaymiz. Bismillah, qani. Qand bo'lib ketdi. Wow, hech narsa qilmadi. Yana bitta qo'yamiz. Bo'lib tashlaymiz. Udari o'rtoqlar yaxshigina tushyapti. Agar mikrofonga noqulaylik tug'dirib qanaqadir ovoz yomon bo'lib ketsa, uzr so'rayman, chunki o'rtoqlar bunaqa test qilmasam bo'lmas edi. Endi buni bezukam qila olmayman o'rtoqlar. Xo'p, ikkita qand sindirdik. Displey yaxshi, gap yo'q. Hech narsa qilmadi. Xo'p, yana bitta o'rtoqlar, misol uchun. Fanar yonib ketdi. Fanarni o'chirib qo'yaylik. Fanarni o'chiramiz. Va o'rtoqlar 3 ta qand sindirdik. O'rtoqlar, mana bu normalniy qattiq narsa, qo'l bilan buni nimada sindirib bo'lmaydi buni qo'l bilan. O'rtoqlar, juda ham qattiq bu. 4-inchisi. Xullas, o'rtoqlar, zo'r, gap yo'q. Baribir ko'nglim to'lmayapti. Mana hop, sizlarga displeyni ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Displey hech qanaqa trishina, rang berib, palasalar tushib, chaqilib ketib hech narsa bo'lmadi. Mana absolutni cho'tki turibdi. Mana bu ustiga endi qand tanaqalari yopishib qoldi. Qandni, misol uchun mayda zarralari yopishib qoldi, lekin displeyni o'zi absolutni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Xo'p, o'rtoqlar, to'g'risi ko'nglim to'lmayapti. Men hozir ko'chaga chiqaman. Men buni tepadan yerga tashlab ko'rishim kerak. Ana o'shanda keyin meni ko'nglim to'ladi. Ketdi. Xo'sh, o'rtoqlar, ana endi drop test qilamiz. Meni bo'yim 180. Echlari bo'yicha bu smartfonni 2 metrdan tashlasa ham hech narsa qilmas ekan, ya'ni sinmas ekan. Hozir endi bundoq hisoblaydigan bo'lsa, sal bundoq qilishimga to'g'ri keladi. Xo'p. 1, 2, 3. Telefon sinadimi, sinmaydimi? Hozir ko'rasizlar. Xo'p, ko'ramiz, olib ko'ramiz. Yon tarafi bilan tushib qoldi, ko'rishingiz mumkin, o'rtoqlar. Yon tarafi bilan tushdi. Endi biz buni displey bilan tushirishga harakat qilamiz. Hozir displey bilan tushirishim kerak edi, lekin telefon qayilib ketdi.
Xo'p, endi buni harakat qilaman. Hozir displey bilan tushirishga 1 2 Hop, bu kameraga tushish kerak. Hop, 1 2 3 Displey bilan tushdi. Endi olib ko'ramiz. Hop, hozircha telefonga hech narsa qilmagan. Ko'rayotganinglardek hamma joyi yaxshi, ideal ishlab turibdi. Sensor ham, chувствительность ham yaxshilab turibdi. Men o'ylashimcha, boshqa smartfon bo'lganda bilmadim, bu chochilib, вообще yuvib ketgan bo'lishi kerak edi. Bu meni o'zimni drop testimni, ya'ni etadigan bo'lsam, meni bu qoniqtirdi. Bu tushdan keyin o'rtoqlar smartfon yaxshigina sinish kerak edi. Ular shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xo'sh, o'rtoqlar, Tesla'ni ko'rdinglar. Endi savol tug'ilishi mumkin sizda hozir. Nega A36 bilan bu narsa bo'yicha taqqoslab ko'rmadingiz degan. Chunki A36 o'rtoqlar bunaqa narsa qiladigan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Ha, o'tkinchisi bilmaydi. A36 bilan bunaqa test qiladigan bo'lsa, bekoriga bu telefon juvonnoy bo'lib ketadi, uval bo'lib ketadi o'rtoqlar. Chunki IP67 sertifikatiga ega. IP67 bunaqa zarbalarga, suvga chidamsiz hisoblanadi. Shuning uchun A36 ni uval qilmaydi. Shunchaki Honor X9D ni o'zini shunaqa test qilib qo'ya qoldi. A36 dan bunaqa testlar bo'lmaydi o'rtoqlar. Shunaqa. Keling endi hammaga qiziqib o'tgan kamerasi haqida gaplashamiz. Smartfonimizda ikkita kamera bor. Asosiy kamerasi 1.8 megapiksel, keng qamrovli kamerasi esa 5 megapiksel. Bu smartfon 4K 30 FPS da ham video syomka qila olar ekan. Meni hayron qoldirgan jihati selfie kamerasi 16 megapiksel. O'rtoqlar, kelinglar, bu smartfonda men fotolar, videolarni suratga olib test qilib ko'rdim va o'rtoqlar shu qatorda A36 ni kamerasi bilan ham taqqoslab ko'rdim. Yana bitta eslatma o'rtoqlar, Samsung A36 ni kamerasi 50 megapiksel. Mana marhamat, testlarni ko'rib, battlni ko'rib, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, o'rtoqlar, kamera testini qilishimiz mana shunaqa havoga to'g'ri keldi. O'rtoqlar, lekin bu havoda ham juda ham zo'r kadrlarni chiqarsa bo'ladi. Hozir yomg'ir yog'yapti, zoom tegib turibman, majburman, chunki hamma yoq bo'lib ketadi. Xo'sh, 4K 30 FPS ga qo'yilgan A36 va Honor X9D smartfonlarida mana hozir biz syomka qilamiz. Keling, mana shuni yopib turamiz. Endi mana shu holatda ham ko'ramiz. Qarang, ranglar, yashil joyda, daraxtlar rangi, osmonlarning rangi qanaqa ko'rinyapti o'rtoqlar. Bir ikkita syomka qilyapti. Qaysi biri o'zini zo'r ko'rsatdi? Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Kommentariy yozib qoldiringlar. Endi biz davom etamiz. Zoom ishlamay turibdi. Mana bu selfie kamera o'rtoqlar, selfie kamerada tan olish kerak. A36 ozgina kuchliroq, chunki 4K 30 FPS syomka qila oladi. Honor esa Full HD formatda syomka qiladi. Lekin Honor selfie kamerasiga ranglarni chiqarib berishga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu holatda rang masalasida Honor ancha yaxshiroq ko'rinyapti. A36 sal sovuqroq ko'rsatib beryapti selfie kamerasida. Faqat shu 4K formatligi ozgina ustunroq. Umumiy sifatga qaraydigan bo'lsak, menimcha bu yerda Honor ranglarni yaxshi chiqarib beryapti deb o'ylayman. Menimcha sizlarga ham shunaqa ko'ringan bo'lsa kerak. Xullas, bu masala bo'yicha ham fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana o'rtoqlar, kamera battlni ham ko'rdinglar. Qaysi biri yaxshi videoga oldi yoki qaysi biri yaxshi suratga oldi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agarda meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, men o'ylashimcha Honor X9 da videoga o'tganda ranglarni nisbatan yorqinroq ko'rsatib berdi va ovoz yozishdi, ya'ni mikrofoni A36 nikiga qaraganda balandroq yozib olar ekan. Rasmga keladigan bo'lsak, hop, rasmda o'rtoqlar, misol uchun Samsung ranglarni juda ham yaxshi ushab turdi, lekin uzoq masofadan, ya'ni binolarni zoom qilib suratga olganda detalizatsiyani Honor X9 da nisbatan yaxshiroq qildi. Bu meni o'zimning fikrim. Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Davom etamiz. Endi smartfonda displeyga to'xtalamiz va o'rtoqlar Samsungni ham displey bilan taqqoslab ko'ramiz. Honor X9D 6.7 dyumli AMOLED displey bilan jihozlangan. 1.5K ni qo'llab-quvvatlaydi, chunki piksellar ruxsati 1200 ga 2640. Yangilanish tezligi 120 Hz ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Uni xohlasangiz
60 Hz ga ham qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Displey umumiy maydoni korpusning 94% ni egallagan. Shuning uchun displey ramkasi ancha ingichka va yana bitta zo'r jihati maksimal yorug'lik 6000 nit. Bu esa quyoshda smartfonni bemalol ishlatishni ta'minlab beradi. Displey bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, asosiy farqi displey ramkasida sezilarli darajada farqi bor. Honor X9 da displey ramkasi ancha ingichka va shu qatorda piksellar yorug'likda ham farqlari bor. A36 displey Full HD bo'lsa, Honor X9 daniki 1.5 k ni qo'llab-quvvatlaydi. A36 maksimal yorug'lik 1900 nit, Honorda esa 6000 nit. Displey ko'rsatkichlari Honor X9 danikini ustun ko'rsatyapti, lekin Samsung A36 ni displeydagi yagona ustunligi bu uni Super AMOLED displeyligi. Chunki Super AMOLED displeylar faqat Samsung smartfonlariga qo'yiladi. Honorda esa o'rtoqlar AMOLED displey. Smartfonda yuragi bo'lgan protsessorga to'xtaladigan bo'lsak, bu smartfonda protsessor nima? Test qilib ko'rdim va o'rtoqlar shu qatorda Samsung A36 ni protsessor bilan ham taqqoslab ko'rdim. Natijalar esa mana bunday. O'rtoqlar ko'rishingiz mumkin, ikkita telefonni ham AnTuTu'da test o'tkazdim. Honor X9 da 922211 ball yig'gan mana bu telefonimiz va o'rtoqlar Samsung A36 882489 ball yig'gan. Ko'rinib turibdiki, o'rtoqlar bu holatda Honor X9 da ancha yaxshi ko'rsatkich beryapti A36 ga qaraganda. Xullas o'rtoqlar AnTuTu'da Honor yuqori ball bilan A36 ni bu jangda yengdi. Honor X9D Qualcomm Snapdragon 6 Gen protsessori bilan jihozlangan. Bu 2025-yilning protsessori. A36 esa xuddi shuni Gen 3 versiyasi bilan jihozlangan. Bu esa ozgina eskiroq protsessor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ga qaraganda 21% ga tezroq ishlab beradi. Grafik protsessorda ham Honor ustunlikka ega, ya'ni Adreno 810 bilan jihozlangan. A36 da esa Adreno 710 protsessori bilan jihozlangan. Keling endi bu smartfonlarda game test qilib ko'ramiz. Endi o'rtoqlar PUBG da test qilib ko'ramiz. Hozir Honor X9 da telefonimizda PUBG o'ynayapmiz va nastroykani ochamiz. Grafikka ko'rishingiz mumkin, maksimumda Extreme, ya'ni maksimumda 60 FPS ni qo'llab-quvvatladi. Mana bu bizani osib tashlayapti. O'yinimizga xalaqit qildi bu hozir. Xo'p. Voy o'lmadi. Voy yotib mana qilyapti. Xullas o'rtoqlar, bu telefonda, ya'ni o'rta budjetli smartfonda siz bemalol 60 FPS da maksimum grafikga qo'yib maza qilib o'ynashingiz mumkin. Ranglarni qarang, yorqin ko'rsatib beryapti. Ozgina yarqisini pasaytirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi va o'rtoqlar ana endi yanada sochniroq ko'rsatadi. Misol uchun mana ranglarni ko'rishingiz mumkin. Xullas shunaqa. Endi A36 bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, hop A36 ham PUBG ga kirdi. Hop, endi ko'ramiz. Nastroyka, grafika. Bunda ham maksimumda Extreme, ya'ni FPS qo'llab-quvvatlashi, grafikani qo'llab-quvvatlashi bir xil. Misol uchun mana bunda ham xuddi shunaqa o'ynaladi, lekin menga shunaqa ko'rinyapti. Balki sizlarga ham shunaqa ko'ringan bo'lishi mumkin. Nisbatan Honorda sal yorqinroqmi deb o'ylayapman. Misol uchun ranglarni chiqarib berishi, ranglarni sal to'qligi nisbatan. Misol uchun mana ikkaloni ham yashil joyiga moslashtirib olaylik. To'g'ri, endi bitta joyda emas u. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar, qanaqadir ikkalovi ham bir xil, ya'ni maksimumga Extreme turibdi. 60 FPS da maksimum turibdi, lekin qanaqadir Honor nisbatan menga shunaqa tuyulyapti. Agar sizlarga ham shunaqa tuyulgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Honor X9 da Magic OS 9 Android 15 versiya asosida taqdim etildi. Tezkor xotirasi 12 GB, asosiy xotirasi 128 va 256 versiyada sotib olsangiz bo'ladi. Bu model ikkita sim kartani va 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu model stereo dinamika bilan jihozlangan. Barmoq izi flagman kabi displeyga joylashgan. Test qilib ko'rdim, o'zini yaxshi ko'rsatdi va ba'zi AI funksiyalarini ham o'z ichiga olgan. Keling, ba'zilarini test qilib ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, kelinglar endi bu smartfonda ba'zi AI funksiyalarini tekshirib chiqamiz. Birinchisi o'rtoqlar knopkani bosib turamiz. Va o'rtoqlar Gemini ishlaydi. Mana buni bosamiz. Salom Gemini, men bilan o'zbek tilida gaplasha olasanmi? Albatta gaplasha olaman. Qanday mavzuda gaplashamiz? Nima? Xullas o'rtoqlar, ko'rayotganingizdek o'zbek tilida Gemini maza qilib bemalol tekinga ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi o'rtoqlar, ba'zi fotodagi AI funksiyalarga kiradigan bo'lsak, misol uchun Xo'p, mana bu rasmni olamiz. Mana bu rasmdagi odamlar menga yoqmayapti. Endi AI redaktorni bosamiz va AI Elasticni bosamiz. Keyin mana buni tanlaymiz. Endi qaranglar, hozir mana shu joyda turgan odamlarni o'zi belgilaydi, o'zi o'chirib yuboradi va o'rnini nima bo'lsa, misol uchun masalan yer bo'lsa yer bilan, misol uchun yashil bo'lsa yashil bilan mana o'zi o'rnini to'ldirib qo'yadi. Xullas o'rtoqlar, bu juda ham zo'r. Qachondir bu narsa sizga kerak bo'lishi mumkin. Qaranglar. Mana bu original holati, mana bu AI dan keyingi holati. Misol uchun yana bitta fotoni olamiz. Mana buni olib tashlaymiz. Faqat daraxt o'zini qolishini xohlaymiz. Va yana o'rtoqlar AI redaktorni bosamiz. Yana shu lastikni bosib turib, misol uchun shundan ustiga olib boramiz-da, shuni shaklidagi chizib beramiz. AI o'zi buni aniqlab oladi. Ya'ni nima kerak emas, nima kerak, daraxt ham belgilab bordik. Daraxtni mayli o'chirib ko'ramiz.
gap yo'q. Daraxtni o'zi chizib berdi, orqaga daraxtni o'zi chizib berdi va ozgina ingichkaroq qilib berdi. Lekin o'rtoqlar bizning umumiy maqsadimiz bu joyda shu yozuvni olib tashlash edi va daraxtni o'zini qoldirish kerak edi. Bu ham juda ham zo'r. Va o'rtoqlar yana bitta narsa menga yoqqan jihati bu AI dagi, masalan, yana shu fotoga qaytamiz, AI bosamiz, bu joyda mana buni tanlaymiz. Endi bu nima qilib beradi? Ya'ni, hop qaranglar, orqa fonni izminit fon qilamiz, mana o'zi belgilab oladi. Mana o'zi belgilab olgandan keyin, hop, endi qaranglar, hozir belgilab oldi. Misol uchun, o'zimiz xohlagan biror bir suratni, misol uchun mana fon ajraldi. Hop, izminit fon qilamiz-da. Masalan, mana bu fonga o'tkazmoqchiman. Bosamiz, qarabsizki, hop mana razmer beramiz, mana razmer berdik. Xullas mana rasmimiz shu fonda tushgandek qilib berdi. Misol uchun endi buni hozir o'zingiz qachondir bemalol nastroyga qilib ranglarni berib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Xullas o'rtoqlar mana shunaqa gaplar. Bu modelda hammani hayron qoldirgan jihati bu uning batareykasi. 8300 mAh batareyka bilan jihozlangan. O'rtoqlar bu prosta super degani 8300 o'rtoqlar bu tugatish o'zi bo'lmaydi. Nafaqat bu o'zining segmentida, balki undan yuqori segmentda ham hozircha bunaqa batareykali smartfon yo'q. Bu smartfon men o'ylashimcha power bank degan narsa bilan umuman bir marta bo'lsa ham ko'rishmasa kerak. Xullas o'rtoqlar batareyka prosta super. Bu batareya bilan siz bemalol boshqa modellarga ham zaryad bersangiz bo'ladi. O'zi reversiv zaryad berish funksiyasi bor. 7,5 vattgacha boshqa ustroysolarga bemalol zaryadga bersangiz bo'ladi. Va yana bitta narsa meni hayron qoldirdi. Smartfonda batareykasi 2% qolganda 2 soat faollikni ushlab turish haqida ma'lumotlarni ko'rdik. Honor X9 deb -20 da ham va +55 gradusda ham bemalol ishlatsangiz bo'lar ekan. Agarda A36 ni batareykasi bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, bu umuman aqlga sig'maydigan holat. Chunki 8300 ga 5000 o'rtoqlar, 8300 bu juda ham ko'p va o'rtoqlar 66 vattgacha tezkor zaryadga oladi. A36 o'rtoqlar 45 vattgacha tezkor zaryadga oladi. Mana shunaqa taraflama, ya'ni umuman zaryad olish bo'yicha batareyka taraflama umuman bu ikkiloni taqqoslab bo'lmaydi. Chunki o'rtoqlar Honor anchagina kuchli. Xullas o'rtoqlar smartfonni obzor qildik. Nima xususiyatlari sizga yoqdi, nimasi yoqmadi? Siz smartfonlar orasida qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Mana shu A36 ni olgan bo'larmiz yoki Honor X9 ni olgan bo'larmidingiz? Albatta o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agarda meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsa, misol uchun Samsungni, misol uchun Super AMOLEDligini men misol uchun tan olaman, juda ham zo'r displey, komfort darajasi deyarli boya aytgandek bir xil, faqat eko ko'jaligi menga juda ham yoqdi, chunki qo'lda izi qolmaydi va o'rtoqlar komplektatsiya, korobkasi qani buni korobkasi. Xullas o'rtoqlar videoni ko'rdinglar, ko'p boshqa korobka narida qolib ketdi. Komplektatsiyada 66 vattli adapter, chexol, kabel hammasi chiqishi misol uchun bu Honor ustunligi hisoblanadi. Men o'ylashimcha displeyni hisobga olmaganda Honor X9 da bu holatda kuchliroq deb o'ylayman. Chunki bu ham 5G ni qo'llab-quvvatlaydi, ikkita sim kartani qo'llab-quvvatlaydi. Bunda ham Magic OS operatsion tizim kundan kunga rivojlanib, AI funksiyalari ham juda ham yaxshi ishlab beryapti. Xullas o'rtoqlar smartfon yomon emas. O'zining segmenti uchun bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Xo'sh o'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Albatta kommentariy yozib qolish esdan chiqmasin. Men sizlarning fikringizni albatta kutaman. Sog' bo'linglar.